qiyomat kuni boshlanganda juda ko'p hodisalar sodir bo'ladi. Ulardan biri butun bashariyat bir joyda jam bo'lishi va qayerga borishini bilmay turib qolishi. Shu va boshqa hodisalarni o'rganish uchun bir guruh musulmonlar shu haqdagi hadisni izlab Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning oldilariga boradilar. Chunki ushbu mashhur hadisni aynan u kishi bilishi ko'pchilikka ma'lum edi. Bu hodisa payg'ambarimiz vafotlaridan keyin sodir bo'lgan. Bu juda ham uzun hadis bo'lib, Imom Buxoriydan rivoyat qilinadi. Anas radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga aytdilar: Qiyomat kuni boshlanganida odamlar to'lqini to'p-to'p bo'lib yurib kela boshlaydi. To'polon va sarosimada bir-birlariga urinib, surtinib, qayerga borishni bilmay turganlarida Odam alayhissalomni topishadi. Barcha u tomon talpinadi va unga yolvoradi. Alloh taologa ro'baro kelishga qo'rqamiz. Biz uchun Alloh taolo bilan o'rtamizga tushing. Gunohlarimizni kechirishini so'rang. Shafoatingizga oling. Siz birinchi yaratilgan insonsiz. Siz bizning otamizsiz. Sizga farishtalar sajda qilishgandek ikrom ko'rsatilgan. Shunda Odam alayhissalom: Mening bunday vakolatim yo'q. Bunday qila olmayman. Lekin Ibrohim bilan gaplashib ko'ringlar. Unga boringlar. Chunki u Halilur Rahman, Rahmanning yaqin do'sti deb javob beradilar. Shunda odamzod Ibrohim alayhissalomni qidirib boradi. Ibrohim alayhissalom: Mening bunday vakolatim yo'q. Musoning oldiga boringlar. U kalimulloh, Alloh bilan uzoq suhbatlashgan. Sizlar uchun yana iltijo qilishi mumkin deya javob beradilar. Endi odamzod Muso alayhissalom tomon chopadi. Muso alayhissalom: Mening bunday vakolatim yo'q. Men yordam bera olmayman. Sizlar Isoning yoniga boringlar. U ruhulloh va kalimatulloh. U Alloh taoloning ruhidan bo'lgan va Allohning so'zidir. Uning mo'jizasi bilan dunyoga kelgan deb javob beradilar. Odamlar Iso alayhissalomning oldilariga boradi. Iso alayhissalom: Men buning uchun yaratilgan emasman. Mening bunday vakolatim yo'q. Siz Muhammad alayhissalomning oldiga boring deydilar. Shunda insoniyat Muhammad alayhissalomning oldilariga otlanadi. Ular menga keladilar deb marhamat qiladilar. Rasululloh alayhissalatu vassalam: Men shu uchun yaratilganman. Davom ettirishdan avval bir narsani aytib o'tishim darkor. Hisob-kitob kuni haqida Alloh taolo aytadi: O'sha kunda ruh va farishtalar saf bo'lib turadir. Rahman izn bergan va to'g'ri so'zlaganlardan o'zgalar gapira olmaslar. Shunday vaqt keladiki, barcha sukut saqlaydi. Odamzod bunday sukutni avval tuymagan bo'ladi. Shunday hech kimga so'zlash uchun izn berilmaydi, illo Rahman istagan zotdan tashqari. Bu ham bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Hech bir mavjudot ovoz chiqara olmay turgan paytda u kishi sallallohu alayhi va sallam keladilar va Alloh taolodan so'zlash uchun izn so'raydilar. Va menga izn beriladi deydilar Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam. O'sha kuni menga Alloh taolo avval hech qachon inom qilmagan maxsus kalimalar bilan uni ulug'lashimni va unga hamd aytishimni inom qiladi. Demak, o'sha kuni Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga maxsus kalimalar vahiy bo'ladiki, ular avval hech bir mavjudotga berilmagan. Shu kalimalar ila payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taologa hamd aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: O'sha kuni menga avval nozil qilinmagan shu so'zlar ila Alloh taoloni ulug'layman va shukr keltiraman. So'ngra Alloh taolo qarshisida sajdaga yiqilaman. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maqoman mahmuda deb nomlangan dargohda bo'ladilar. Bu dargohni ulug' manzil yoki darajat deb atash ham mumkin. Butun odamzod biz barchamiz bu dargohni ko'rib, bu suhbatning guvohi bo'lib sukut saqlab turamiz. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sajda qiladilar. Endi Alloh taoloning o'zi so'zlaydi: Ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'zla, sen tinglanursan. U kishi sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo va butun odamzod tinglaydi. So'ra, senga berilur. Endi tasavvur qiling, hisob-kitob kuni boshlanganda odamzod qay ahvolda bo'ladi? Barchamiz yolvorib gunohlarimizni mag'firat qilinishini so'rab iltijo qilamiz. Bu holatda esa Alloh taoloning o'zi so'ra deb turibdi. Alloh taolo yana aytadi: shafaat qilishni istasang senga bu vakolat beriladi. Shafaat qilish kafolati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga berilgandir. Shunda men ummatim deyman. Rasulimiz alayhissalomning aytadigan so'zi faqat shu bo'ladi: ummatim. U kuni barcha o'zim deydi. Bu dunyoda odamzod uchun qayg'urgan payg'ambarlar Odam, Ibrohim, Muso, Iso alayhissalomlar ham hech narsa qila olishmaydi. U kunni tasvirlab bergan oyatlarga diqqat qiling. Uni ko'radigan kuningizda har bir emizuvchi o'zi emizayotgan narsasini unutar. Demak, ish shu darajada bo'ladiki, hatto ona emizayotgan bolasini tashlaydi. Aka-ukasidan, ota-onasidan, ayolidan, farzandlaridan qochadi. Ba'zilaringiz shu dunyoning o'zida ayollaringizdan qochasiz.
Bundaylar uchun bu oyat qo'rqinchli emas. Jiddiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, u kunda hamma kim uchun qayg'uradi? O'zi uchun. Hatto shunday odam ham bo'ladiki, u aytadi: "Ya Alloh, yer yuzidagi barcha insonlarni jahannamga kirgizishing evaziga bo'lsa ham meni jannatingga kirgizgin." Odamzod mana shunday ahvolda turgan paytda bir kishidan istagan narsangni so'ra deyilsa-yu og'zidan chiqqan so'z ummatim, ummatim bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizlarga bo'lgan muhabbatini ko'ring. Shu joyda men bir narsaga hayronman. Rasululloh shu qadar sevgan ummat qanday qilib bir-birini yomon ko'rishi mumkin? Bu qanday bo'ldiki, ummat bir-biridan nafratlansa, bo'linsa, adovat, husumat qilsa? Nahot bular hammasi shu buyuk muhabbatdan ustun bo'lsa? Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatim, ummatim deganlarida u kishiga izn beriladi. Bor, oralaridan qalbida arpa donachalik iymoni borlarni olib chiq, deydi Alloh taolo. Bu zarracha iymon deganda nimani tushunishimiz mumkin? Masalan, kimdir harom ish bilan mashg'ul bo'lgan payti qalbida ozgina bo'lsa ham uyalishni his qilgan, bu qilayotgan ishi noto'g'ri ekanini, bunday qilmasligi kerakligi, bu ishidan so'ralishi mumkinligi haqida o'ylab, qalbida bo'lsa ham Allohdan panoh izlagan, shunday zarra miqdoricha iymoni borlarni olib chiqib ketayotganida farishtalar to'xtatar ekan. Chunki qolgan odamlarda arpa donchalik ham iymoni yo'q bo'lar ekan. Mana shu ichki ovoz ham ularda yo'q. Shunda men to'xtayman, deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi qolganlar bizlarchi deb baqirishni boshlashadi. Shunda men qaytaman va Alloh taologa yana xuddi o'sha o'zi o'rgatgan kalimalar bilan hamd aytaman. E'tibor bering, birinchi safar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlash uchun izn so'ragan edilar. Bu safar esa izn ham so'ramasdan hamd aytishni boshladilar. Bu biz ummatlariga bo'lgan muhabbatlaridan, ummatni shafoat qilishga oshiqib, to'g'ridan-to'g'ri hamd aytishni boshladilar. So'ngra men boshimni sajdaga qo'yaman. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar. So'zla, sen tinglanursan, so'ra, senga berilur, shafoat qil, senga izn berilur." Men yana Robbim, ummatim, ummatim deyman. Alloh taolo aytadi: "Bor, ular orasida zarracha iymoni borlarni olib chiq." Bu safar arpa donidan ham kichik, urug'chalik mayda zarra iymoni borlar aytilmoqda. Bu qay darajada kichik zarra ekanini tasavvur qilib ko'ring. Hozirgi kundagi grammlargacha ko'rsatib beradigan raqamli taroziga ham bir dona urug'ni qo'ysangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoatlari bilan hatto bu dunyoda tarozida o'lchab bo'lmaydigan zarra miqdoricha iymoni borlarni ham afu etadi. Bir dona urug'ni yutib yuborsangiz qorningiz to'ydiradimi? Uni hatto sezmaysiz ham. Bu iymon ham shu qadar kichikki, unchalik iymoni borlar hatto o'zi ham zo'rg'a sezadi bu iymonning borligini. Bu iymon bilan kishi hayotda taqvo bilan yashashning ham iloji yo'q, lekin qalbining bir chekkasida iymonning bir uchquni o'chmagan ekan. Parvardigorning mag'firatidan oz bo'lsa ham umid uchquni bor ekan, shafoat qilinadi. Allohdan uzoq bo'lsa ham qalbida zarra iymoni bor son sanoqsiz shunday insonlar olib chiqib ketildi. Shu bilan hammasi tugasa ham bo'lar edi, axir juda ko'pchilik qutqarildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana qaytib keladilar. Yana bir bor Allohga hamd aytaman va sajdaga yiqilaman. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar. So'zla, tinglanursan, so'ra, senga berilur, shafoat qil, senga izn berilur." Alloh taolo izn bermasligi ham mumkin edi. Senga ruxsat berdim, mana shunchasini shafoat qilding, bas deyishi ham mumkin edi. Lekin 3-chi bor ham shafoat qilishga izn beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir bor ummatim, ummatim deydilar. Bir fikr qilib ko'ring-a. Alloh taolo sizga istagan narsangni so'ra, beriladi desa, biz hammamiz so'raydigan narsalarimizning ro'yxati nihoyasiga yetmagan bo'lar edi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga esa bu imkoniyat 3 marotaba berilmoqda. Qancha million odam saqlab qolindi. Hech bo'lmasa 3-safar o'zlari uchun so'rasalar bo'lar edi-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3-gal ham ummatim, ummatim demoqdalar. Alloh taolo aytadi: "Bor, ular orasidan zarraning bir qismicha iymoni borlarni ham olib chiq." Bu mikroskopik zarra, atom zarrasidan ham kichik bo'lgan, bu dunyoda ko'z bilan ko'rishning ham, ushlashning ham iloji yo'q darajada kichik zarra miqdoricha iymoni borlar. Bu iymonning borligini ularning o'zlar ham bilmaydilar. Alloh taolo zarracha iymoni borlarni ham do'zaxdan olib chiq deydi. Bu so'zlarga e'tibor qiling. Ularni qayerdan olib chiq deyapti? Do'zaxdan. Demak, bu odamlar allaqachon do'zaxda bo'lgan. Ba'zi odamlar mana shu hadisni o'qib, biz qiyomat kuni qutulib qolar ekanmiz, bizga do'zax o'ti tegmas ekan deb o'ylashadi. Lekin hadisda bunday gap yo'q.
qiyomatning bir kuni 50 ming yilga teng bo'lgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafaat qilmoqdalar. Bu vaqtga kelib ma'lum odamlar do'zax o'tida azoblanayotgan bo'ladi. Do'zax olovi haqida esa aytib o'tdik. Uning hatto tashqarisidagi sovuq havosi ham bir soniyaga tegsa ham inson eng qattiq azob shu ekan deydi. Ba'zi odamlar esa allaqachon shu olovning ichida ekan. Aytgandek, bu olov ichidagilar musulmonlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatim, ummatim dedilar. Demak, ushbu shafaat qilinishidan avval olovda azoblanayotganlar musulmonlar bo'ladi. Va men ularni olib chiqaman deydilar Rasululloh. Shu bilan Anas ibn Malik hadisni yakuniga yetkazadi. Bu hadisni o'rganish uchun kelganlardan biri sheriklariga aytadi. Biz buni Anasdan eshitdik. Bu hadisni Al-Hasan ham biladi deb eshitganmiz. Keling undan ham eshitib ko'ramiz. Ular bu hadisni avval o'rganmaganliklari uchun, qolaversa Anas radhiyallohu anhu ning yoshlari bir joyga borib qolgani uchun yana bir kishidan eshitib tekshirib olmoqchi bo'lishadi. Ular Hasan radhiyallohu anhu ni topib borishadi. Biz Hasanning uyini topib bordik. U bilan ko'rishdik. U bizga kirishga izn berdi. Biz unga: "Ey Sayyidning otasi, biz oldingi birodaring Anasning huzuridan keldik. Biz undan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oxirat kunidagi shafaatlari haqidagi avval o'rganmaganimiz hadisni eshitgani keldik." U esa: "Xo'sh, hadisni aytib bering-chi" dedi. Biz unga hadisni aytib berdik. 3-marta shafaat qilgan joyigacha aytdik. U esa: "Xo'sh, qolganichi" dedi. Biz Anas bundan ortig'ini aytmaganini aytdik. Shunda Hasan bizga aytdi: "Men bu hadisni Anasdan 20 yil avval eshitganman. U hadisning so'ngini yodidan ko'tarilgani uchun aytmadimikin yoki sizlarni xotirjamlikka berilmasin deb aytmadimikin? Bu hadisning davomi bor, lekin endi hayronman, sizlarga aytsammikin yo'qmi?" Shunda biz: "Ey Abu Sayyid, bizga tezroq ayta qol" dedik. U Qur'ondan insonning shoshqaloqligi haqidagi oyatni aytib kuldi. "Xavotir olmang, sizlarga Anas menga 20 yil oldin qanday aytgan bo'lsa, shunday aytib beraman" dedi. U sizga aytganlarining bari to'g'ri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. So'ngra men 4-bor qaytaman. Alloh taolo o'sha kuni menga o'rgatgan kalimalar bilan unga hamd aytaman. Uning qarshisida sajdaga yiqilaman. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar. So'zla tinglanursan, so'ra senga berilur. Shafaat qil, senga izn berilgay." Endi bundan kichik zarra iymon bo'lishi mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Men yo Rabbim, kim sendan o'zga iloh yo'q degan bo'lsa, ularni shafaat qilishimga izn ber" deyman. Bu safar ummatim demadilar. Kim la ilaha illalloh kalimasini qabul qilgan bo'lsa demoqdalar. Bunday kimsalar ibodat qilmagan bo'lsalar ham, Allohdan o'zga iloh yo'q degan xulosaga kelgan bo'lsalar kifoya. Bu xuddi Hujurat surasining 14-oyatidagi kabidir. Arabiylar iymon keltirdik dedilar. Sen iymon keltirganingiz yo'q, lekin bo'ysundik denglar. Hali iymon qalbingizga kirgani yo'q deb ayt. Bu insonlar ham xuddi shu arabiylar kabi qalblarida zarra iymoni borlar, shafaat qilinganidan keyin ham qolganlar. Ibodat ham qilmagan, bor yo'g'i Allohdan o'zga iloh yo'q degan fikrni qabul qilganlar. Shunda Alloh taolo aytadi: "Izzatimga, jalolimga, kibriyoyimga va azamatimga qasam, sening shafaating sabab kim la ilaha illalloh degan bo'lsa, ularni o'zim do'zaxdan olib chiqaman." Men suhbatimiz boshida do'zaxning vahimasi haqida aytib o'tgan edim. Endi esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu shafaatlarini. Bu juda muhim hadisdir. Musulmonlar 20 yil o'tib bo'lsa ham uni o'rganish ilinjida izlandilar. Hozirgi kunda ham bu hadisning ahamiyati juda yuqori. Ammo bu hadisni noto'g'ri talqin qilish yaramaydi. Bu hadisni gunoh ishlarni qilish uchun ruxsatnoma vazifasida tushunish noto'g'ri bo'ladi. Bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qalbida yetarlicha iymoni bo'lmagan, yaxshi amallari kam bo'lgan va shuning uchun do'zaxda azoblanayotgan insonlarni shafaatiga olishlari haqida. Boshqa tarafda qalbida iymoni bor, taqvoli kishilar ham bo'lib, ular solih amallar yozilgan kitobini o'ng qo'lidan olganlar bo'lib, qiyomatda bu amallari nur bo'lib ularning o'ng qo'llaridan chiqib turadi. Qalblaridagi iymonlari ham nur bo'lib ko'ksidan taralib turadi. Bu nur ularni zulmat ichida jannatga yetaklaydi. Ular do'zax uzra o'tib boradilar. Bu Allohning buyrug'i, barcha insonlar do'zax ustidan o'tib borishlari shart. Do'zax ustidan o'tishda mana shu nur kerak bo'ladi. U yo'q bo'lsa, pastga qulash muqarrar. Ba'zi odamlarning nurlari shu darajada yorug' bo'ladiki, u Makkadan Suriyagacha ko'rinib turadi. Ba'zilarning nuri qisqa, oyoqlari ostini bazo'r yoritadigan bo'ladi.
chunki ularning iymoni ham kuchsiz edi. Bu hadis ozmi ko'pmi nuri borlar emas, iymon nuri umuman ko'rinmaganlar haqidadir. Biz Alloh taolodan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shafoatlaridan bahramand qilishini iltijo qilamiz.